Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, birodar azizlar, tanish bilishlar, hurmatli obunachilar. Inshaalloh mana Madina Mukarramada kuniga ikkinchi kunimiz, kecha kechqurun yetib keldik inshaalloh. Assalomu alaykum. Ertalab kirib inshaalloh salom eshigidan kirib Rasulullohga salomlar yo'lladik. Namozlarni o'qib Masjid Nabaviyning tepasini ko'rishga chiqdik. Inshaalloh qo'ldan kelgancha ko'rsatib boramiz og'aynilarimiz bilan. O'zim inshaalloh hamma kelmaganlarga kirish nasib qilsa, kelganlarga yana nasib qilsa. Bu yerga kelgan odam yana kelaman demay ketmasa kerak, vallohu alam. Inshaalloh yana nasib qilsa. Azizlar, juda chiroyli ikkinchi qavati ham bir javob, bir boshqacha go'zallik. Avvalgi safar umraga kelganimizda shu uydagilar, ota-onalarimiz bilan bir katta opa-onalarimiz bilan keldikki, bizga bunaqa xotirjam kenglikda aylanib hamma yo'qlarni ko'rish nasib qilmadi. Albatta bu yerga hammamiz ibodatga kelamiz. Baribir bu yerga ibodat keladigan odam bu yerlarga hamma joyini ko'rmaslikka, haligi ko'rishga qiziqmay qolmaydi-da. Ko'rib qiziqadi, hamma joylariga borsam deb. Shunda bir qiziqib ko'rolmadik, hamma yo'qdi deb. Bir ichimda qolib ketgan edi. Inshaalloh sekin mana bu safar mabodo haligi kompaniyadan ko'proq boramiz. Shunaqa kompaniyalardan kelmadik biz. Bittadan viza oldik o'zimizga, nomimizga. Bittadan bilet oldik. Bir tomonda o'ziga, Saudiyaning o'ziga, Jidda shahriga biletni oldik bittadan. Narxi hammasini telefon nomeriga olmasa bir kommentariyaga so'rasangiz yozib qo'yaveramiz. Ko'p to'xtalib o'tirmayman. Kompaniyadan kelmadik. Nimaga desangiz, xotirjam inshaalloh. Bilasizlar, 3 kun Madinada aylaniladi. Gruppamdan kelinsa, bir 10 kun Makka shahrida turiladi. Ka'batulloh tavof qilinadi. Shu 10 kun vaqt bo'ladi. Biz inshaalloh bir niyat qildik. Bir oy xotirjam inshaalloh bir Madinada 10 kun, Makkada 20 kun yoki da bir 15 kunga 15 kundan Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bir ziyorat qilamiz deb niyat qildik. Keldik mana alhamdulillah, Alloh taolo nasib qilib. Bugun mana kechqurun kechroq yetib kelib qoldik. Keyin mana bugun peshin vaqtidan o'tdi, peshinda o'qidik alhamdulillah. Endi asr vaqtigacha o'tirdik. Haqiqatan do'stim aytganlaridek juda bir sokin, sakina joy ekan. Inson shunday chiqib o'zi ko'rib mazza qilib bir bahridillaringiz ochiladigan ajoyib joylar. O'sha narigi tomonga bir borgim borda men. Shulardan olib turinglar-a. Inshaalloh hamma qarindosh bola-chaqalar bilan, oila a'zolarim bilan hamma birga kelishlik nasib qilsin. Hammaga. Ana bunaqangi do'stlar bilan kelish nasib qilsin. Albatta bu do'stlar bilan kelish ham bir boshqacha bo'ladi. Tavsiya qilaman. Inshaalloh bir kelinglar, imkoniyat bo'lganda. Har qanday dunyoviy o'y-hayollaringiz bu yerda ketadi. Allohiy eslamaysiz, dunyoviy bir problemalaringizni yoki da bir muammolaringizni hech bu yerda o'ylashga
bir o'shani deb g'amga botishingizga vaqtingiz bo'lmaydi. Kelasiz, mazza qilib, ibodat qilib, chiroyli xonalarda gruppa bilan kelsangiz xonalarni sharoitlar juda chiroyli. Hozir ham haligi yaxshi sharoitli joylarga keldik. Lekin gruppa bilan baribir O'zbekistonimizda olib kelyapti turgan o'sha xususiy gruppalar ham juda chiroyli mehmonxonalarni zaynat qilib band qilib qo'yishgan. Demakki biz ularni ham ko'rdik, bu yoqda ham ko'rdik. Bu yoqda ham yaxshi bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Yosh kattalar bilan bo'lsa, gruppa bilan kelishni tavsiya qilaman. Yoshroq oilalar bilan yoki bir boshqa bir yoshroq sheriklar bilan bo'lsa, bemalol o'zingiz kelsangiz ham bo'laveradigan holat. Nimaiki mana o'zimiz ko'rib, bilib, hamma yoqda holatini bilib yuribmiz inshaalloh. Mana stolarni ishlashyapti ekan bu yerda. Tugamaydi. Bir so'z bilan aytganda tugamas ekan. Boya chiqqanmiz, videoni boshlashdan namozga oldinroq chiqqan edim. Mana 6,5 minut bo'libdi hali. Bir tomonini yurib bo'lganim yo'q. Chiroyli. Narigi tomonda yana mehmonxonalar shu yo'q. Xo'p, shunday aytganimdek, yoshroq sheriklar bilan, do'st birodarlar bilan bo'lsa, o'zlaringiz kelganingizga yetmaydi. Viza olasiz, bilet olasiz. Viza bilan biletni olgandan keyin yoningizga pulingiz kisangizga solasiz-da kelaverasiz. Chiroyli qilib bu yerda tanish bilish bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa o'zbekcha ham bosaverasiz. Manaki ular o'zi ancha o'zbekchani o'rganib qolishibdi. O'zbeklarimiz o'zbekchani o'rgatib qo'yishibdi ancha. O'zbekcha ham gaplashib, sim kartani oldik. Kecha o'zbekcha gaplashib yurib sim kartani oldik. Keyin yaxshi bitta kishi tanish bor edilar. Alloh rozi bo'lsin. Mehmonxonani gaplashib berdilar. Hozir biz rosa 1 kilometr uzoqlikdamiz haramdan. Masjid-i Nabaviydan. Rosa 1 kilometr uzoqlikdamiz. Kuniga realda 100 riyal. Bitta polniy xonaga 100 riyal to'layapmiz. 6 kishi bemalol yotaveradigan xona ekan. Biz 3 kishi turibmiz. Boshqa 3 kishilik, 4 kishilik xonalarimiz yo'q, berib o'rganmiz deyishdi. Kech bo'lib qoldi, shuning uchun izlanmadi. Izlanganimizda undan ham arzonroq 3 kishilik, 4 kishilik yoki 1,5 kilometrdan yana ham arzonrog'ini topsa bo'lar ekan. Albatta hamma narsani yo'lini qilsa bo'ladi. Yo'q, o'sha burchakda tugarkan. Juda go'zal joylar. Albatta bizning mavzu chorva sohasida edi. Endi chorva sohasida bo'lsa ham, chorva sohasidagilarda muhabbati bali bir bu yerlarga juda chiroyli bo'ladi. Chunki o'zim ham mana Alloh xolasa shuni orqasidan mana shu yerga kelib yuribmiz. Inshaalloh foydali bo'ladi degan umiddamiz. Sizlar sog' salomat bo'lasizlar. Inshaalloh. Endi pastda Rasulullohni masjidlarini, pastlarini ham xohlasa keyingi videolarda video qilib qo'yaman inshaalloh. Sog' salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.